Bo'lsa 12 talik Cobra fasondagi ishlarimiz tayyor bo'ldi, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, stulumizga keladigan bo'lsak, stulimizni oldiga shu chiroyli ko'rkam holatda tugma qadab berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana sidinasini uchli machalkadan 4 qavat qo'yib berganmiz, 12 sm. Ayollarni 3D holatda tayyorlab berganmiz. Bu yopishilmaydi, stulimizni o'zidan o'yilib chiqariladi. Xo'p, tepasiga uchli machalka qo'yib berganmiz, 1 qavat yonboshlar bilan aylantirib qo'yib berganmiz, qoplama fasonda. Orqalariga shunaqa chiroyli holatda farq yutib qadab berganmiz. Kraskasiga keladigan bo'lsa 100% rossiy kraska, shampan svet tayyorlab berganmiz. Materiallar karskiy material. Xonamiz razmeriga keladigan bo'lsak 320 ga 120 holatda tayyorlab berganmiz xonamizni. Shu tepasiga chiroyli gullar qo'yib berganmiz. Bu yopishtirilmagan yo sepilmagan. Xonamizni o'zini stanoyda o'rganmiz, sonda o'ziga. Endi holatda tayyorlab berganmiz. Tummasiga keladigan bo'lsak, tummasiz holatda tayyorlab berganmiz tummalarni. Ko'rishingiz mumkin mana. Xo'p, bu ishimizni 7 million so'mga tayyorlab berdik. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Kanalimizni obuna bo'lishni unutmanglar.